So'ravering, so'ra. Oyjon, ertaga yakshanba o'shanga keliningizni bozorga olib chiqmoqchi edim. Ha, opchiq kelinimni qalin kiyimlar olib bergan o'g'lim. Xo'p. Bozorga olib chiqishni ko'rsatib qo'yaman. Mana olib chiqadi. Bo'ldingmi? Ketdik bozorga. Va shu hech isqitligiga chidolmadim dey, rosa tozaligini yaxshi ko'raman dey. Nima qilay endi? Kamiga belim ham og'riydi men bechora. Voy sizlar ketasizlarmi? Ketaveringlar. Bor onam qo'lda supurgino. Nima onang shunaqalar bitta joyga boraylik desam, doim bitta ishni qo'zg'ab turarlar. Ha, bitta boramiz o'ziga. Ishlarqa bo'ldi, xotin, bo'ldi. Nima bo'ldi? Onajon, keliningizni masalasi bo'lmayapti. O'shanga doktorga bormoqchiman. Ha, yo'q, voy, bor, obor, doktorga obor. Yur. Alo, ukam? Qani xotin? Jiyan yaxshimisan? Opam telefon qilib chaqirdilar. Kelin, kalla po'cha qilib ekan. Kelinglar. Bir kalla po'cha xo'rlik qilaylik. Shu qo'limda endi kalla po'cha qilamanmi? Mayli, qudalarimga salom yetinglar, yaxshi yetib olinglar. 3-4 kun mazza qilib onangiznikida dam olib keling, xo'pmi, kelin? Yaxshi yetib olinglar, bolajonlar. Joy o'zgarib qolganlar. Asan nima? Men onamni faqat qattiq qo'l deb bilardim. O'zi bilsang, hamma qaynonlar shunaqa. Tez kelganda qattiq qo'l bo'lish kerak. Tez kelganda yumshoq bo'lish kerak. Qattiq qo'l bo'lganidan, lekin kelinlariga mehribon. Bo'lmasa onangnikiga ikkinga ruxsat bermasdi. Ha, onajonim, onam-a. Sen bu turishda hayotda onangnikiga bora olmaysan. Onajon! Voy, belim-ey! Qaynona ona, bu kelin yagona.